Sizda bo'lsa men cheat qo'ydimda hazillashib yurdim. Realni VPN qo'ydim-da. Xo'sh. Akkaunt bank kirib ketdi. Yo'q, bu hazil emas, men realni aytyapman. Bilak. Bir $8,000 akkauntni bankga tiqdi u. Sen Aka, men qilib beraman shu akkaunt, bitta akkauntni. ko'ting sotib qo'yasanmi? $8,000 akkaunt u, bitta Cobalt puli. Oh onajon, oh kechiring, men nodon o'g'lingizni vaqtidaman ko'ra olmadim. Siz ko'rsatgan mehringizni. Oh onajon, oh kechiring. Vo, bunga shishib ketganmi? Razra seriyoznalashamiz. Demak, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda vashi bomba bo'lgan prank video olamiz. Qanaqa ekan desanglar, 80 millionlik akkauntda prank qilamiz. Hali bunaqasini hech kim qilmagan. Itak men bu akkaunt, Topali Kappa akkaunti, men bilishimcha 80 millionga olingan, ya'ni $8,000 ga olingan, so'mda где-то 85 million atrofida olingan bu akkaunt. Xo'p, короче, men bu iPad ham Topaliniki. Uyga telefon tashab, iPad tashab, ko'chaga chiqib ketgan. Biz bitta kvartirada turamiz bilmaganlar uchun. Hozir o'sha fursatdan foydalanib, iPadini olib, video olyapman. Prank qilamiz. Topali Kap kelgandan keyin akkauntni shunaqa narsa qildim deyman. Reaksiyasini ko'ramiz. Qarachi juda ham qiziqarli video bo'ladi. O'shaning uchun ekran qarshilariga yaxshilab o'tira olinglar. Masalaga har davom etganman. Prosta tak shu videoni ko'rib turib ham tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z UC'sini tashlab beramiz. Mana ko'rishinglar mana shunaqa teparoqda chekalarda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashlab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Demak, ortiqcha gap so'z kerak emas. Unda prank videoni boshladik. Aytgancha sizlarga hozircha aytmayman. Bu narsani faqat men bilaman. Ishoninglar, prankning oxirida vashi bombasi bo'ladi. Realni u prankdan keyin men o'ylayman, Ali bilan urushib ketamiz, Topali bilan. O'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar. Buni sizlar ham bilmaysizlar, sizlarga hozircha aytmayman. Prosta eslab qolinglar, shu gapimiz bo'ldi. Xo'p, mana do'stlar, unda prank ham boshladik. Birinchi o'rinda mana sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Men qila olmaydigan narsam nickini o'zgartira olmayman. Nimaga deganda, hozir nickini o'zgartirsam, keyinchalik mana shu nick qo'ya olmasa Topali Kap deb menda xafa bo'lib qolishi mumkin. Druziyasini chopib chiqamizmi? Nima deysizlar? Druziyada realni hozir qiziq bo'lman, kimlar bor ekan? Vo, men buni qaranglar, buni Druziyasi polni qizlar-yu. Bitta ko'ramiz ham Druziyasini tasavvur qilinglar. Druziyadagi qizlarni polni chop tashayapman-da. Bitta ko'ringlar, nechta qiz bor. Mana bu bir, niki nima massal, короче. Hop, pastroq tushamiz. Tak yozib qoldiringlar, kimlarni tanidinglar mana shu Druziyada. Birinchi qiladigan ishimiz Druziyalarni chopib chiqish bo'ladi. Mana bu yerda Sora degan qiz bor ekan. Ikkita bo'ldi hozircha. Mana bu yerda Maryam, 3 ta. Hop, mana bu yerda Mubi, lo. Yo Mubi, man, o'sha. Ekanika. Pasroqda, короче, kimlar bor yana? Noza bor ekan, Dunyoxon bor ekan. Hop, mana bu yerda senator bratimiz ham bor ekan, Tak, mana bu yerda onaqa player 1 degan qiz bor. Короче, voy, sanoqda adashib ketdim. Nechta qiz sanadim hozir? Men realizmdan chiqib ketib qoldi bori. Tak, mana bu yerda onaqa qiz bor ekan. Okidokki degan qiz bor ekan, 86 kolleksion. Hey, mana bu yerda yana Aza degani bor. Qarorchida bo'ldi. U yog'ini ko'rsatmay qo'yaylar. To'la qiz bo'lib yotibdi, tasavvur qilinglar. Shuncha qizni chop bordim. Topali Kapda qanaqa reaksiya bo'ladi bor. Qiziq demanga. O'ylayapman, kelinglar, mana shunaqa narsa qilmaylik. Nikiga tegmaymiz, Druziyasiga tegmaymiz. Nimaga deganda, hozir Druziyadan chop, shuncha qizni chop borsam, tasavvur qilsizlar-ku endi nima bo'lishini. Ay, qarorchida setlarni qaranglar, akkaunt realni arziydi, 8,000 dan ko'pga tushgan deydi. X-suitlar hammasi bor, ultimate'lari. Tak, endi prankni boshladik. Tak boshlamasdan oldin yana bitta narsani eslatib o'tay. Soatimizni bitta ko'rsataymi, jigarlar, mana qaranglar. Ertalabki 3 dan 4 minut o'tgan ertalabki masala uchun kontent qilyapman. Nimaga 100 mingta bo'lish uchun, to'g'risi.
O'shaning uchun podдержка qilib, bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, kommentariyaga bosdim deb yozinglar. Men albatta hammanglarga javob qaytaraman. Ishonmasanglar, obuna bosib, komment yozib qoldiringlar, podдержка qilinglar, jigarlar 100 mingta bo'laylik. Xo'p, prankni boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz bu Vektor. Vektor tog'ani ishga tushiramiz. Voy, men tasavvur qilyapman-da, Topalik ap reaksiyasini borib. Vektor ishga tushirdikmi? Bo'ldi, mana buni olib tashlaymiz. Yuziga qanaqadir narsa qo'yamiz hozir. Mana buni qo'yamizmi? Yo'q, mana buni qo'yaylik-da. Da. Tak buni olib tashlaymiz. Kaskani olib tashlaymiz. Ochkini olib tashlaymiz. Qo'liga DP-ni qo'yamiz. Mana bundami DP? Qani qayerda edi DP-si? Hop. Voy, DP-ni topolmayapman. Qayerda bo'lardi bu? Mana buni bo'lardi. Da, vot mana. DP-ni ham topib oldik. Mana ko'rdinglar, hozircha tayyor. Endi mashinalariga kelsak, mashinasini olib tashlaymiz ham buni. Bo'ldi, mana mashina ham tayyor. Biza fonni to'g'rilashimiz kerak. Fon qani? Mana. Oddiy abishni fon qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. $8000 akkaunt 100 minglik akkauntga aylandi qoldi. Bu tomonga o'tamiz. Voy, partnyori qiz bola ekan. Qiz bolani chopib ko'rsam, voy. Hammalarni olib tashlaymiz. Hop. Nima qilamiz edi? Bularni olamiz, обязательно bularni olamiz. Tasavvur qilmanda kelib so'kib tashlasam-a, unchalik bo'lmasa kerak. Men yaqinman Topalik bilan mashinalarni olamiz. Qani mashinasini olaylik-da. Qarachi, oddiy mashinalar qo'yib qo'yay, ano. Yerga urib tashlamaylik akkauntni. Mana, oddiy mashinalar qo'yamiz. Bunga o'taylik-da. Mana, oddiy mashinalarni qo'yib qo'yapman. Bo'ldi, mana akkaunt tayyor. Bo'ldi. Boshqa bizga nima kerak endi? Bitta podbor tashlaylik. Podbordagi odamlarning reaksiyasini ko'ramiz. Qanday nima bo'lar ekan? Podbor tashladik. Qani? Kim nima der ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, birodar aziz. Oh my god. O'ynayapsizlarmi? Yo'q, o'ynamayapmiz, okey, просто ko'rdik. Topalik akkaunti skam bo'ldi. Topalik akkaunti, lekin hozir boshqa odam. Da, boshqa odamlarmi? Da. Chopillar ekan, chopib oldim. Alla men biri. Reali chopib oldim, ishonmaysizmi? Qanday man qilaman unda? Sotmadik-ku, axir sotsa aytadi-yu, sotdim deb. Qanday tanishi bo'laman? Uni telefonni olib turib kirmayman-ku, brat, o'ylasangiz. Endi akkauntga shu telefondan kirsangiz ham bo'ladi-yu, jigar. Yo, men ham telefondan kirsam bo'ladi. Endi 89 kolleksionli akkauntni xohlagan odamga kirgizib bermasa kerak. Men yaqini bo'lgan taqdirda, misol uchun tasavvur qiling, akkaunt men buni 8000 ga olgan deb eshitganman deb Topalik appi. Tasavvur qiling, $8000 akkauntingiz, $8000 akkauntingiz borda, siz tanishingizga kirgizib berasiz. Ishonasizmi? U bankga kirgizib yuborishi mumkin. Bilmasam, jigar. Akkauntni chopib oldim. Oldingi egasi men bo'lganman-da, qarochi. Qaytarib oldim akkauntni, bular. Men sotuvdim, qarochi, hozir pul kerak bo'ldi, yana qaytarib oldim. Endi sotuvga chiqaraman. Sizga ochiq oydin aytayapman, endi misol uchun meni tanimaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, tanimayman aka. O'shada men endi sizga endi ochiq oydin aytayapman-da. To'g'rida kimga aytishni bilmayotgandim, mana sizga aytdim, mana yengil tortdim. Bular hozir endi o'zi bular endi hozir bilmasligi kerak-ku. Hozir hamma narsani o'zgartiraman. Hozir endi bular o'ylaydi, qarochi akkauntni chopdi, militsiyaga berishadi, 102 ga berishadi, lekin men chetdanman, foydasi yo'q, mana ishonmaydi bular. Topalik apti bitta shu akkaunti bormadi, xolosmi yo boshqa akkaunti ham bormi? Boshqa yo'q, qanday bo'ladi? 89 kolleksionni yaqinda sotib oldi-da. 2 oycha, 3 oycha bo'ldi. O'sha mendan olishdi o'sha akkauntni. Men buni hozir Men hozir qaytarib olyapman. Men endi aytmayman, bitta akkaunt savdoga sotuvdim men. U akkaunt savdodan keyin Topalik ap olgan. Pizdes, lekin Shunaqa aka. akkaunt 89 birlar. Da, akkauntni yonarsan o'zi yo'q akkauntni, просто kolleksion anaqa RP olinmaganda, o'shaning uchun kolleksion pas.
bilan olingan ekan ancha aka. Endi bunaqa zo'r emas. Rostdan Qo'ygan narsasi bor ekan akkaunt o'zi. Rostdan akkaunt S3 dan voy, men buni qaranglar. Men endi e'tibor beryapman, realni aytyapman. Biratto ovozni chalg'itib qo'yaptilar. Realni aytyapman. Akkaunt S3 dan o'ynalib, full RP solingan qaranglar, bir marta ham to'xtamasdan. Onasini emsin. Sotib. Brat, unda o'zingiz ehtiyot qiling. Sizni ham akkauntingizni chop qo'yishim mumkin, o'shaning uchun mendan uzoq yuravering. Davay, gaplashamiz. Mana podbordan ham chiqib qoldik. Brat reaksiyasini ko'rdinglar, brat tezda surdilar. Meni ham akkauntim chop bo'lmasin deb. Keyin hayrat, meni brat tanimaylar. Agar tanib qolganlarida vobshe bo'lardi. Demak, davom ettirmasimiz oldin masalaga bitta narsani aytib o'tay. Agarda haligacha qimmatga yush olib yurgan bo'lsangiz, sizlarga bitta yengilligim bor. Men unaqa default gaplarni aytmayman. Anaqa arzon, tezkor, ishonchli deb. Men bilasizlar, lekin real PUBG bu. Shu paytgacha realli narsalarni aytib kelganman. Короче, mana bu tomonlarda chiqadi. Poiska Real PPM deb yozasizlar, meni kanalim chiqadi. Bu yerda UC narxlari vobshe bomba. Shu videoni opisiyatsiyaga silka qo'ya olmayman, faqat pois bilan kirasizlar. Keyin faqat mana obunachilarimga tegishli YouTubedan kelin deb adminga yozsanglar, sizlarga skidka qilib beradi. Plus bizdan 7 marta UC olsanglar, 7-sini oldinglar, sizlarga bonus UC qo'shib beradi. Hali bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. O'shaning uchun UC ni begona qilmanglar. Poiska Real PPM deb yozinglar, meni kanalim chiqib keladi, tezda kirib o'sha ishini olinglar. Короче, prankga davom ettiramiz. Men sizlarga boya aytdim, videoni boshida, to'g'risi men bitta narsa yashirib qo'yganman prank uchun. Bu prank даже biz Alekap bilan urushib ketishimizgacha olib keladi. Qanaqa ekan desanglar, 80 millionli akkauntni hozir banga tiqamiz. Tasavvur qilsizlarmi? 80 millionli akkaunt hozir banga kiradi. Ya'ni Topalik gap hozir ko'chada, shu fursatdan foydalanib, menda bitta banga kirgan akkauntim bor. Hozir bu akkauntda ponni chiqib ketaman-da, o'sha akkauntga kirib qo'yaman. O'shanda bilasizlar yozuv chiqadi. Короче, akkauntingiz shunaqa ban oldi degan. To'g'rimi? Topalik gap kelgandan keyin chaqiraman-da, mana shunaqa. Короче, telefonimda cheat bor edi, siz akkauntingizga kirdim, o'zini-o'zi ban berardi. Men bilmagandim cheat yo'qligini deb hazil qilaman-da. Uni reaksiyasini ko'ramiz. Realni menga qiziq, hozir o'sha akkauntga kirgizib qo'yaman. Topalik gap kelishini kutamiz, hozir ko'chada. Undan oldin yana bir marta eslatib o'taman. Albatta bittadan like, kanalimizga obuna, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va kommentariyaga bosdim deb yozib qoldiringlar. Davayt, biz bu akkauntdan chiqib ketamiz. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, men o'sha banga kirgan akkauntga kirib oldim. Buni o'zi akkaunt 20 kunga banga kirgan, lekin odam shokka tushgandan keyin, misol hozir Aliga shunaqa qilib vahima qilsam, ko'ziga ko'rinmaydi bu narsa. Даже e'tibor bermaydi, 100 talik e'tibor bermaydi. O'shaning uchun hozir kutamiz kelishini, men videoni to'xtatib turaman. Короче, bolalar, vaqt yo'q, sizlarga sразу tushuntirib o'taman. Qaranglar. Soat ertalabki 5:43. Topalik gapni 2 soat kutdim. Hozir telefon qilib chaqirdim. Esicho stol qo'yib qo'ydim. Podrobniy mana shu yerda gaplashamiz, baqir-chaqir bo'lib ketmasligi uchun. Hozir короче chaqirishim kerak. Realni chaqira olmayapman. Qanaqadir yuragim g'ash deb hozir kelib so'kib yuborsa vobshida. Bilmadim, birinchi marta bunaqa bo'lishi. Alayka. Alayka. Ha. Aka, shunda 1 minutga qaravering, iltimos. Hozir, 1 minut. Aka, yechilmasa uni shunda qaravering. Hozir, ketaman. Yuragim yomg'ash. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Nega? Tinchmi? Tinchmisan, charchamayapsan? Aka, короче, bitta gap aytaman. Qanaqa video olinyapti bu yoqda? Короче, obzor video olayotganda, men sizga podrobniy tushuntiraman. Siz iPadingizni oldim, iPadingiz qolib ketgan ekan. Ha. Aytib qo'yib qo'ydim, dimanda turibdi. Xo'p, ichida akkaunt bor edi, bilasizmi, o'z akkauntingiz. Oldimda, o'zimning iPadimni kirgizdim akkauntga. Ano, shorts videolarga zapis olish men короче, akkauntingizni obzor qilmoqchi edim YouTube'ga. Xo'sh. Men bu iPadda cheat bor edi. Esingizda bo'lsa, men cheat qo'ydimda hazillashib yurdim, realni VPN qo'ydimda. Xo'sh. Akkauntingiz banga kirib ketdi. Yo, bu hazil emas, men realni aytyapman. Bu hazillikni borib o'rtog'ingga qiladi-a? Hazilda? Aka, realni hazillashmayapman. Просто короче cheat yonib bo'lganda, men esimda bo'lmagan kirib ketib qoldi menga. Aka, men yo, realni sizga hazillashimni qilaman, sizga hazillashimni. Sen xuyet qilyapsan. Mana xohlasangiz zapis bor.
Men просто obzor olayotgandim, obzorga kirdim. O'zini-o'zi hech qanaqa o'ynaganim yo'qda, o'zini-o'zi padborda turibman, ban berardi. Sen gapirishing san oddiy chiqyapti. San chota aslanayotganga o'xshamaysan sen. Dalyodan aka. Aka, hazillashmayapman, seryoz kirib ketdi banga. Nima bilan to'laysan? Ko'ching sot to'laysan menda. Astag'firulloh. Bitta Sen aka realni sen men uni qanchaga olganimni sen davlayapsan? bilay. Bu davlat $8000 akantim banga tiqdi u. Sen ibaromsan aka? Aka, men qilib beraman shu akkaunt, bitta akkauntni. Ko'ching sotib qo'yasanmi? $8000 akkaunt u, bitta Cobalt puli. Bilay, realni gapirmayapman, sizga tushuntirolmayapman. Mana xolasi zapis bor. Просто obzor olyapman, bank kirib ketib qoldi aka akkaunt. Qanday banka kirasan? Chit bilan o'ynagansan karta. Bo'lmasa obzorga banka kirmaydi. Zapisim bor, zapis yoniq edi o'sha payt. Sen bilet. Bu bilet. Banka tiqdi bu $8000 akkaunt. Sen Lekin realni chitda o'ynamasangiz ban bermaydi real. Menga nima o'xshamaydi? Просто men chitim bor edi. Ana sotib oldim chit. Umuman ban bermaydi deb o'ynaganman. Biror marta ban bermagan. Imенно shu hozir kirdim, obzor olayotgan payt bank kirib ketdi akkaunt. $8000 odamlar uylanib yuboryapti pulga. sen jaran qarada. Aka, короче, men qilib beraman shu akkauntni. Qanday qilib berasan? Menga men $8000 akkauntimni qanday men o'z yaqorida mashina olaman deb buni sotaman deb turdim. Menga qachon qilib berasan? Bo'ldi aka, men shuni mana shu iPad'imni sotaman, telefonlarni sotib men sizga bir amallab qilaman aka shu. Sotsang $2000 ga boradi bu iPad telefoning bilan, mana bu 13 Pro Max'ning narxi bilan. Ticho davlat stoli bilan. Aka, Apple olamiz. Apple olmaysan. Yo akkauntni bor privaskasini uzdirasan, nimadir qilib menga tug'di. Bo'ldi aka, men harakat qilaman. Sen nimaga bu harakat qilaman deyapti bu. Pulni qilib beraman, bo'ldi. Shu narsani pulni qilib beraman, bo'ladimi? Qachon qilib berasan? Bo'ldi, men aka bugun mana qarang, soat ertalabki 5 aka, men hali uxlamaganman-da. Shuni bitta uxlab o'zimga kelib olay. Keyin qilib beraman, bo'ladimi? Men avvallar 10.000 pulimni yo'qotsam, ko'chada bilet uxlolmay chiqardim. Sen $8000 ga tushirib, men qanday uxlamoqchisan sen? Men axir o'zimga kelib olay, men shuni uxlab olsam Bu qanday o'ziga kelaman deyapti bu. Voy, jalan dalbayapsan, real? Aka, bitta gap aytaymi? Qarang-da, men hozir kompyuterni to'g'rilayman, zapisga o'taman, qarang, zapis yoniq. Xo'sh. Aka, bu o'zimning akkauntim bank kirib ketgan. Voy, og'zi badaningiz. Siz akkauntingiz aka turgan aka. Siz akkauntingiz turibdi. Akkauntimga. Siz men ekran o'chirib turaydi. Hozir ko'raman-da, agar akkauntim bo'lmasa, qarang, mana bu siz akkauntingiz mana bu. Просто prank qilib, men bu vektorlarni kiygizib qo'ydim-da, keyin eng qizini aytami? Yejalan. Mana shu sizning akkauntingiz aka. Akkauntingiz mana shu aka. Men hech qanaqa narsalarga tegmadim. Просто vektorga o'zgartirib qo'ydim. Просто Druziyadagi hamma qizlarni chop tashladim, bo'ldi. Oh my god, what is that? Yo, hazillashib qizlar turibdi aka. Endi qo'ying aka, men bitta narsani aytay. Mana shu akkauntingiz aka, xohlasangiz men bu narsalardan qo'yib beraman. Buni o'xsiz, esichon qo'yiladi mana aka. Bo'ldi, ularni o'zim qo'yib olaman. Bo'ldi, asli bor. Bo'ldi. Sal qolganda $8000 akkaunt realga o'tib ketardi. Yo, uka, men reali menimcha hazilligini cho'tta sezib, men senga anaqa qildim lekin uka. Unaqa ko'tda ishni qilmardim senga nisbatan. Baribir roziman deb ketmoqchi edim. Shuncha so'kib gapga qaraylar, roziman. Yo, reali alayka. Reali men roziman deb ketmoqchi edim ukajon. Da, reali alayka. Xafa bo'lmadingmi? Yo, men nima xafa bo'laman aka? Jannatim ukam o'zimni akkauntim tirik. Sal qolganda aka, uydagi mashina sotardim-da. Men ham bemosh qolib ketardim. Sal qoldi bilan. Qarashchi bolalar, mana ko'rdinglar. Bu video chiqadimi bu? Da, men bitta zapis ketyapti dedim sizga. Voy jallan. Shuncha so'kkalaringizni kesib tashlang. Yo, qo'yma. Chad yeslicho $8000 ga просто rozi bo'lmoqchi edim. Hech qanaqa samimiy o'zim ukam bo'ladi, bu yaqinim bu. Undan $8000 aylansin. O, ana bo'ldi. Bugundan topalik katta akkaunti shaxsan o'zim. Qarang do'stlar, mana ko'rdinglar, prankimiz juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Bir akkauntimni deb qolgan. Voy. Qarangchi,
Xo'p, mana do'stlar ko'rishinglar-ku, prankimiz juda ham ajoyib bo'ldigan 11 taman. Bitta narsani aytib o'tay sizlarga. Top Alika bilan biza juda ham yaqin aka-ukamiz. Seryozni bu men o'yladim, realni aytaman, shuncha so'kib tashladi. Men o'zi kak hazil deb o'yladim men o'ylashim bo'yicha. Chunki aytayapman, Ali bilan biza juda ham yaqinmiz. Xo'p, demak videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta poddeska qilib videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Yana prank qilaylikmi? Keyingi prankimiz kimga bo'lsin, albatta yozib qoldiringlar. Короче, reaksiyalar ashi zo'r bo'ldi. Atak $8000 akkauntda, ya'ni bankga tiqqanimda sekin mashina sotardim-da. Dayat o'zinglar ehtiyot qilinglar.